Bolaligimda rafiqamning ismini devorga yozganman. Ozodbek Nazarbekovning tarbiyasini olgan, oilasini sir tutadigan va doim kulib turadigan Alisher Fayz 41 yoshda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz bu yil 41 yoshni qarshi oldi. 10 yoshda Toshkentga kelgan va o'z kuchi bilan sahnaga chiqqan ijodkor haqida nimalarni bilasiz? Alisher Fayz yoki Alisher Turdiyev 1984-yili Namangan viloyati Chortoq tumanida dunyoga kelgan. Xonanda intervyularda bolalik yillari go'zal o'tgani haqida so'zlab bergandi. Buvimning eng erkatoy nabiralari o'zim bo'lganman. U kishi farzandlarining san'atkor bo'lishini orzu qilgan ekan. Menda san'atga qiziqish sezgani uchun rivojlantirishga ko'proq e'tibor berardi. Qayerga borsa meni o'zi bilan olib borar, nabiram qo'shiq kuylay oladi deb maqtanardi. Eng qizig'i, to'y hashamga borishimizdan avval so'mkasiga 2 tuxumni solib olardi. Ularni iliq suvga solib menga ichirardi. So'ng san'atkorlarning yoniga borib, nabiramga ham navbat beringlar, ovozi juda shirali deb maqtardi. U kishi bilan ayollar gashtagiga, hatto sanatoriyaga borsa, yetaklashib boradigan nabira ham o'zim bo'lganman deydi Alisher Fayz. Xonanda bolaligida tasodifan rafiqasining ismini devorga yozgani va u uzoq yillar saqlangani haqida so'zlab berdi. Ukam bilan o'ynab Alisher va Nigor ismlarini devorga yozganmiz. Sababini bilmayman, buvim o'sha yozuv o'chmasligini xohlardilar. Oradan ancha yillar o'tib to'y oldi uyga usta chaqirdik. Usta sho'rlik bilmay qolib devorning o'sha yerini bo'yab yuborgan ekan. O'sha kun uning oxirgi ish kuni bo'ldi. Qaytadan yozuvning ustidan bo'yatib qo'ygandilar. Tasodifni qarangki, Alisherning hayoti haqiqatan ham Nigora bilan bog'landi. Hozirgi devordagi yozuv yo'q, ammo bolaligimda nega shunday yozganimizni haligacha tushunmayman deydi xonanda Alisher Fayz. Xonanda onasi yolg'iz tarbiyalagan bo'lishiga qaramay, pulning ortidan quvmasligi va bolalikdagi qiyinchiliklar unga saboq bo'lgani haqida gapirdi. Kichikligimda onam biz farzandlarni o'zlariga taqilgan, lekin o'sha paytda ham pulning ortidan quvmaganmiz. Rosa zarurat bo'lib turganda quvmagan, endi hammasi tartibga kelganda quvasizmi? Bu yog'ini gapirsam didiyoga kirib ketadi. Eskilar bilib aytgan, bitta ona mingta bolani ham boqa oladi, lekin mingta bola bitta onaning ko'nglini ola olmaydi. Onam ko'nglimizni olganlardi. Bizni qanaqa qiyinchiliklar bilan voyaga yetkazganlarni yaxshiyamki o'sha vaqtda ko'rgan ekanmiz. Bu hozirgi kunda o'zimizdan ketib qolmaslik yoki onaning bir og'iz gapi, maslahatlarini e'tiborsiz qoldirmaslik uchun xizmat qiladi deydi xonanda. Alisher Fayz O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning shogirdi hisoblanadi. U ustozi bilan qanday tanishgani haqida so'zlab bergan. 10 yoshimda Toshkentga kelib, Gler nomidagi musiqa maktabiga o'qishga kirganman. O'sha yerda o'qib yurgan paytlarimda Panorama kinoteatrida konsert qo'yishgan. Unda so'z ustasi Mirzabek Xolmedov ham ishtirok etgandi. U kishidan dastxat olish vaqtida telefon raqamingizni ham bera olasizmi deb so'raganman. Telefonlarni olib musiqa maktabining qorovulxonasidan qo'ng'iroq qilib turardim. Qorovul aka, hech kim ko'rib qolmasin, tezroq gaplashgin deb tayinlardi. Bir kuni Mirzabek akadan Ozodbek Nazarbekovning raqamini so'raganman. Raqamini bilmayman, u falon kuni Navruz restoraniga kelsangiz, u ham keladi deganlar. Borganman. Hamma san'atkorlar kelgan, ammo Ozodbek aka kelmagan. Keyin uy manzillarini berishgan. 186-avtobusga o'tirib uylariga borganman deydi Alisher Fayz. Alisher Fayz ustoz bilan tanishgani, uning uyida yashagani va ustozi otalik qilgani haqida gapirdi. 2001-yili ustozim bilan tanishganman. Ishonchlarini qozonish oson bo'lmagan. U kishiga nafaqat qo'shiq aytishim, balki she'r yozishim ham ma'qul bo'lgan. Uylariga olib borib o'z farzandlaridek munosabatda bo'lardi. Nima yesalar bizga ham ilinardi. Kiyim boshimiz bilan ham ta'minlardi. Ammo qattiq qo'l tarbiyani yoqtirardi. O'z ustimizda ko'proq ishlashimizni talab qilardi. Ustozimning yana bir shogirdi Aziz akam Bekmurodov bilan tortishib qolganmiz. To'g'risini aytsam, salga yig'lab yuboraverardim. Keyin onamga qo'ng'iroq qilib, "Ketaman, shunday bo'ldi" deganman. "Bo'pti, kel o'g'lim, ashulachi bo'lmaysan, undan ko'ra kelasan, 2 qo'y, 3 mol olib beraman. Boqib yuraverasan, kel" dedilar onam. Bu gapni eshitib, o'zi mendan o'tdi, yo'q, bormayman deb fikrimdan qaytgandim. Qarang, onam bir og'iz gap bilan ko'nglimni olganlar. Ham qanaqadir mashaqqatlardan kechsam, meni nimalar kutib turganini ham anglatib qo'yganlar. Agar yo'q, kelmaysan deganlarda balki ketib olgan bo'larmidim deydi Alisher Fayz. Xonanda uzoq yillar telefondan foydalanmagani va endi bunga majbur bo'layotgani haqida. Telefon xayolimni chalg'itadi deb undan foydalanmasdik.
Bu jarayon 12 yil davom etdi. Hozir esa telefondan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanaman. Ammo bu odamni chalg'itadi, ba'zan charchatadi. Yugur-yugurlardan charchab ketgan paytlarimda o'tiraman-da, ko'zlarimni yumib olib 5-10 daqiqaga dengiz bo'yigami, qayoqqadir ketaman. Aytgancha, Angliyada o'qib yurgan kezlarimda sinfdoshlarimga bugun Ozodbek Nazarbekovga shogird tushish uchun uylariga boraman derdimda, borardim, uchrasha olmasdim. Ko'p shunaqa bo'lardi. Uylariga, konsert bo'ladigan joylarga borardim. Keyin bir o'rtog'im, anchadan beri shunaqa deb ketyapsan-ku, ko'risha olmayapsan. Hech kimga aytmasdan borchi degan kuni Ozod akam bilan ko'rishib, suhbatlashib shogird tushganman. O'shandan beri biror ish qilmoqchi bo'lsam, ommaga oshkor etmaslikni odat qilganman, deydi xonanda. Xonanda ilk klipiga ustozining kostyum shimini kiyib chiqqani haqida so'zlab berdi. Ozodbek Nazarbekov bilan oyoq va kiyim o'lchamimiz bir xil edi. Bu narsa meni Kechir klipini olayotganda ham qo'l kelgan. Klipda ustozimning kiyimlarini kiyib tushganman. Ustozim hech qachon yo'q demasdi. Qaytanga shuniki, senga yarashadi derdi. Xonanda oilasi haqidagi ma'lumotlarni sir saqlashining sabablari haqida gapirdi. Aytaylik, yoningizda katta bir qimmatbaho tosh bor. Bozorda yuribsiz. Toshni qanaqa olib yurasiz? Sumkaga solib avaylab, to'g'rimi? Yo dast ko'tarib yurasizmi? Oilam mening borim, boyligim, baxtim. Baxt esa ko'z-ko'z qilinavermaydi, ehtiyotlanadi. Sababi shunda, farzandlarimning tarbiyasini o'ylab ham shunday qilaman. Chunki bolalarimning men falonchi san'atkorning o'g'liman deb ulg'ayishini xohlamayman. Bu tarbiyasiga qaysidir tomondan salbiy ta'sir qilishi mumkin deb o'ylayman-da. Samimiyat topishga qiynalmasin deyman, deydi xonanda.